Aksiyalarni savdo qilgan yaxshimi yoki indeksmi? Keling savolga javob beramiz. Aksiya o'zi bu kompaniya foydasiga sherik bo'lish imkonini beruvchi qimmatbaho qog'oz. Indeks esa turli xil aksiyalardan, ya'ni kompaniya aksiyalaridan tashkil topgan to'planma, ya'ni jamlanma. Masalan, S&P 500 indeksi Amerikadagi eng yirik 500 ta kompaniyadan tashkil topgan indeks. Agar siz S&P 500 ni sotib olayotgan bo'lsangiz, demak o'sha 500 ta kompaniyadan ozgina sotib olyapsiz. Har bir kompaniyani individual tanlab o'zingizga kerak aksiyani sotib olish bu active investing deb aytiladi. Umumiy indeksni o'zini sotib olish esa passive investing deb aytiladi. Aksiyalarni zo'r tanlash sizga ko'p imkoniyatlar berishi mumkin. Masalan, Nvidia aksiyasi oxirgi 5 yil davomida 1350% gacha o'sdi. Bu juda ham zo'r imkoniyat bo'lardi. Lekin siz masalan Moderna aksiyasini sotib olgan bo'lsangiz, oxirgi 1 yillikda demak siz 63% hozir zararda bo'lardingiz. Demak bu yerda tanlash qobiliyati juda ham muhim. S&P 500 indeksi esa tarixiy jihatdan juda ham stabil o'sishda bo'ladi. Oxirgi 50 yildan beri S&P 500 ni tarixning qaysi qismida buy qilishingizdan qat'iy nazar, siz hozir plyusda bo'lgan bo'lar edingiz. Demak, shunday xulosa qila olamiz. Agar zo'r bo'lsangiz va aksiyalarni zo'r tanlay olsangiz, individual aksiyalarni savdo qilish sizga juda katta imkoniyatlar bera oladi. Lekin indeksni ayta olamizki, har qanday inson savdo qilib foyda ko'rishi mumkin. To'g'ri, Nvidia'dek o'sishni bermasligi mumkin, lekin siz albatta foydada bo'la olasiz. Aksiya va indekslarni savdo qilish haqida ko'proq o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'ling yoki direktdan biz bilan aloqaga chiqing.